Markaziy Osiyo mamlakatlarida Konstitutsiyaviy shikoyat instituti modellarining rivojlanish tendensiyalari. Samarqandda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi va Yevropa Kengashining huquq orqali demokratiya uchun Yevropa komissiyasi bilan hamkorlikda ayni mavzuda xalqaro konferensiya tashkil etildi. Anjumanda O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlarning muhim yo'nalishlari, konstitutsiyaviy odil sudlov, Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida konstitutsiyaviy shikoyat institutining amal qilishi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilishda parlament hamda inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarning konstitutsiyaviy sud bilan o'zaro hamkorligiga oid mavzular xususida atroflicha so'z yuritildi. Республика Узбекистан идет по пути демократического развития, строительства правового государства. Bugun mamlakatingiz demokratik siyosiy yo'ldan bormoqda. Muhimi, jamiyatda qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Tadbirlarni o'tkazilishdan asosiy maqsad konstitutsiyaviy nazoratni amalga oshirishdir va biz o'z hamkasblarimiz bilan shu yo'nalishlarda malaka almashmoqdamiz. Очень на высоком уровне. O'tkazilayotgan konferensiyani yuqori baholash mumkin. Konstitutsiyaviy sud u har bir davlatning fuqarolarini himoya qilishda asosiy o'rinni egallaydi. Uni rivojlanib, takomillashib borishi esa huquqiy davlatni barpo etishda muhim jihatlardan biri. Anjumanda bu borada xalqaro tajribalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. O'zbekiston Respublikasi xalqi referendumda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini yangi tahrirda qabul qildi. İlk bor konstitutsiyaviy darajada fuqarolar va yuridik shaxslarga muayyan ishda qo'llanilgan qonun konstitutsiyaga zid kelgan deb hisoblansa, fuqarolarimiz demak konstitutsiyaviy sudga u yoki bu qonunni yoki qonunning normasini konstitutsiyaga mosligini tekshirishni so'rab murojaat qilish huquqi berildi. Bugungi konferensiyada muhokama etilgan eng dolzarb masalalar konstitutsiyamiz asosida konstitutsiyaviy sudga oid qonunchilikni hamda o'zimizning ish faoliyatimizni yanada takomillashtiradi. 2 kunlik anjuman doirasida xalqaro ekspertlar tomonidan inson huquqlarini ta'minlashning huquqiy asoslari, parlament va konstitutsiyaviy sudning o'zaro hamkorligi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilishda ombudsman institutining konstitutsiyaviy sud bilan o'zaro hamkorligi va qonunchilikni konstitutsiyaviy nazorat qilishning Avstriya modeli mavzularidagi taqdimot va chiqishlar ham muhokamalar markazida bo'ldi.